Assalom, Buxoro dam olish dasturimiz yuqori kayfiyatda davom etamiz. Bilasiz, davlatimiz mustaqilligining 35 yilligiga tayyorgarlik juda ham bir katta sur'atlarda amalga oshyapti. Bu o'zgarishlarni nafaqat mahallalarda va har bir go'shada his qilish mumkin. Yangi soha obyektlarining foydalanishga topshirilishi, tizimlarning aholiga yaqinlashishi, buni nafaqat tasvirlarda, balki yurtdoshlarimiz amalda ko'rishyapti. Buning ham natijasida insonlar qalbida shukronalik darajasi yanada ortib bormoqda. Chindan-da bugun boboyu buvilarimiz qalbidagi shukronalik ularni hayotga nisbatan shijoatni yanada oshirmoqda. Mana shunday yangilanishga yuz tutayotgan hudud G'ijduvon tumanining So'ktari mahallasidir. Demak, o'zgarishlarni sahifa orqali e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat. Keyingi yillarda respublikamizda xalqimizning turmush farovonligini yaxshilash, hududlarimizda obodonlashtirish yo'lida prezidentimiz boshchiligida juda katta ishlar amalga oshirildi. Jumladan bizning mahallamizda ham juda katta islohotlar davom etyapti. Bugungi kunda respublikamiz katta qurilish maydoniga aylangan. Jumladan bizning mahallada ham xuddi shunday ishlar davom ettirilyapti. Mana tashabbusli budjet tashkil qilinib, xalqimiz o'zining yurtini o'zi obod qilish uchun ovoz berib, yugurib, yelib bu narsalarga erishishni o'rgandi. Bu mahalla xalqini birlashtirdi. Mana bugungi kunda biz hozirgacha 10 marta tashabbusli budjetda mahallada yutdik. 100 million so'm kitob fondi va kitob javoni uchun alohida yutib oldik. Yana sport maydonlarini yutib oldik. Stadionimiz bo'yicha 2 marta tashabbusli budjetdan yutib olganimiz tufayli 30 yildan beri qarovsiz yotgan stadionimiz zamonaviy tus oldi. Har kun ertalab pensionerlar, nuroniylar mashq qilishdan, yurishdan boshlaydi. Kechqurun soat 10 gacha stadionimiz liq to'la, xalqimiz sport mashqlarini bajarib, fizkultura bilan shug'ullanib, sog'lomligini tiklaydi. Maktabda katta ishlar amalga oshirildi. Ko'chalarimiz 15 kilometr tashabbusli budjetdan g'olib chiqib yutib oldik. Undan tashqari yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla maqomi berildi bizga. Davlatimiz tomonidan, respublikadan prezidentimiz 5 milliard so'm ajratib berdilar. Ana 5 milliard so'mdan biz hududimizdagi sport zalni remont qildik. Ta'mirlash ishlari davom etyapti. Stadionda ta'mirlash ishlari davom etyapti. Mana yonimizdagi ko'chada tungi chiroqlar o'rnatilyapti. Ko'chani asfalt qilish ishlari bajarildi. Mahallamiz yonida mahalla bog'i tashkil bo'ldi. Keyingi 3-4 yilda bajarilgan ishlar butunlay boshqa xil qiyofa olib ketdiki, bir 4 yil, 5 yil oldin mahallaga kelgan odam bugungi kundagi mahallani tonimaydi. Mana shu darajada juda yaxshi o'zgarishlar bo'lib ketdi. Ayniqsa bugungi kunda mustaqilligimizning 35 yilligi oldidan prezidentimizning topshiriqlariga asosan barcha qishloqlarimizda, ko'chalarimizda obodonchilik ishlari xalqimiz birlashgani uchun juda ham qulay bo'lib ketdi. Birgalashib mana shu kunda qishloqda, ko'chalarimizda obod qilyapmiz. Xalqimizning o'rtasida birlik bo'lgandan keyin to'y marakalarimiz tartibga tushdi. Juda ko'plab tadbirlarni bir og'iz cho'qirgandan xalq yig'ilib kelib, o'zi tashabbuskorlik bilan o'tkazyapti. Ziyoratgohlar obod bo'lyapti. Buning barchasi prezidentimizning tashabbuslari, o'sha kishining olib borayotgan oqilona siyosatlari tufayli bo'lyapti. Biz bundan minnatdormiz. Prezidentimizga xalqimiz nomidan, shaxsan o'zimning nomimdan ham rahmat aytamiz.